sivilizatsiyalar chorrahasi Termiz. Bu zaminda ilm azaldan taraqqiyot mezoni bo'lgan. Bir zamonlar pedagog kadrlar tanqisligi og'ir muammo bo'lgan vohada bugun minglab yoshlar orzu qiladigan bilim maskani qad rostladi. Bu Termiz davlat universiteti. 2017-yilga qadar viloyatda atigi bitta oliy ta'lim muassasasi ushbu universitet bor edi. Termiz davlat universiteti 72 yillik tarixga ega mamlakatimizdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lib, ta'lim, ilm-fan va innovatsiya sohalarida e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishib kelmoqda. Universitetda hozirgi kunda 12 ta fakultet va 41 ta kafedra mavjud bo'lib, unda 638 nafar professor o'qituvchilar, 82 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi hamda 34 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha jami 17446 nafar talabaga tahsil bermoqda. 25 ta doktorantura ixtisosligi bo'yicha 160 nafar ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlanmoqda. Termiz davlat universiteti kampuslari Termiz shahridagi 4 ta hududda, Termiz va Boysun tumanlarida esa bittadan jami 6 ta hududda joylashgan bo'lib, umumiy yer maydoni 55 gektarni tashkil etadi. Oliygohning barcha sharoitlariga ega 8000 o'rinli 9 ta o'quv binosi, 4170 o'rinli 8 ta talabalar turar joyi, rektorat kampusi, ilmiy tadqiqot hamda axborot resurs markazlari binolari, 18 ta yopiq va ochiq turdagi sport inshootlari, yana bir qancha asosiy va yordamchi binolari Termiz shahrida joylashgan. Viloyat hokimining taklifiga ko'ra 2025-yil dekabr oyida prezident qarori bilan 17 gektar yer maydoni qo'shib berilgan Darband o'quv amaliyot bazasi Boysun tumanining So'lim tog'li hududlarida joylashgan. Umumiy yer maydoni 28 gektar bo'lgan ushbu maskanda ekstremal turizm va ilmiy tijoratlashtirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Jumladan Spinoff korxonasi tomonidan 4,5 milliard so'mlik mikro gidroelektrostansiya qurilib, 2026-yil ikkinchi choragida ishga tushiriladi. Bundan tashqari, bu yerda Surxondaryo viloyatiga prezident tashrifi davomida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida zamonaviy kurash markazi barpo etilmoqda. Termiz tumanida faoliyat boshlayotgan Paxtaoy dam olish maskani ham yuqorida qayd etilgan prezident qarori bilan 0 qiymatda universitet balansiga o'tkazilgan. U yerda universitet va viloyat pedagoglari uchun sanatoriya va bog' tashkil etilmoqda. Termiz tumanida o'quv va ilmiy tajriba o'tkazish maqsadida 19 gektar yer maydoni ijaraga olindi. U yerda ilmiy asosda baliqchilik, dehqonchilik tajribalari amalga oshirilmoqda. Kuni kecha viloyat hokimining tashabbusi bilan universitet asosiy kampus yonida joylashgan professional suzish majmuasi hamda 2000 o'rinli yozgi amfiteatr inshooti universitet balansiga o'tkazildi. Ushbu inshootlar zamonaviy talablarga asosan ta'mirlanib, talabalarning foydalanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Termiz davlat universitetida asosiy e'tibor sifat, amaliyot va xalqaro moslikka qaratilmoqda. So'nggi yillarda ko'pgina korxona va tashkilotlarda kafedra filiallari tashkil etildi. Mutaxassislik fanlarining amaliy mashg'ulotlari bevosita ish joylarida o'tkazilmoqda. Universitet talabalariga sifatli ta'lim xizmatlarini taqdim etuvchi registrator ofisi samarali yo'lga qo'yilgan bo'lib, talabalarga 120 dan ortiq turdagi xizmatlar ko'rsatilmoqda. Ushbu xizmatlarning 70 dan ortig'i to'liq raqamlashtirilgan. So'nggi 3 yilda universitet ilmiy salohiyati 29% dan 52% gacha o'sdi. Hozirda universitetda 4 ta ilmiy daraja beruvchi kengash faoliyat ko'rsatib, 9 ta ixtisoslik bo'yicha dissertatsiya himoyalari amalga oshirilmoqda. Ilmiy tadqiqot markazida jami 7 ta ilmiy laboratoriya, bitta markaz, xitoylik hamkorlar bilan tashkil etilgan 500 ming AQSh dollarlik zamonaviy arxeologiya laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, prezidentimizning 2025-yil 27-dekabrdagi qaroriga asosan 2026-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Termiz hududiy bo'limi o'z faoliyatini boshladi. Universitetning ilmiy tadqiqot markazida tashkil etilgan in vitro laboratoriyasida bodom va anor ko'chatlarini mahalliy sharoitda ko'paytirish yo'lga qo'yildi. Bu esa fermerlar uchun vaqt va mablag'ni tejash imkonini bermoqda. Shuningdek, universitet tomonidan o'rnatilgan quvvati 2720 kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi universitetning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplab, yiliga qo'shimcha ravishda qariyb 2 milliard so'mlik energiya ishlab chiqarmoqda. Universitet bugungi kunda 100 dan ortiq xorijiy oliygohlar, ilmiy markazlar va xalqaro tashkilotlar bilan mustahkam hamkorlik aloqalariga ega. Universitet professor o'qituvchilar uchun xorijning yetakchi oliygohlarida malaka oshirish va stajirovka, talabalar uchun qishki va yozgi maktablar, work and travel dasturlari tashkil etilgan. Talabalar Yevropa universitetlarida Erasmus+ akademik almashinuv dasturlari asosida tahsil olishmoqda. Malayziya, Xitoy va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan universitet industriya modelida texnoparklar va innovatsion o'quv markazlarini to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisobiga barpo etish rejalashtirilgan. Universitetda 15 ta yo'nalishda qo'shma ta'lim dasturlari asosida 1000 ga yaqin talabalar tahsil olishmoqda. Xalqaro Higher Education reytingida universitet Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha koordinatorlik faoliyatini yuritmoqda. Bugungi oliy ta'lim tizimida raqamlashtirish zamonaviy boshqaruvning asosiy sharti hisoblanadi. Termiz davlat universitetida ta'lim va boshqaruv jarayonlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Raqamlashtirish faqat xizmat ko'rsatishni soddalashtirish emas, balki shaffoflik va nazoratni ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim sifati, boshqaruv va xizmat ko'rsatish faoliyatini raqamlashtirish maqsadida 10 dan ortiq turli platformalar ishlab chiqildi. Masalan, KPI tersi o'z ta'lim sifatini uzluksiz nazorat qilish va samaradorlikni baholash tizimi.
RM Tersus kutubxona faoliyatini raqamlashtirish, Kamera Tersus IP kamera orqali dars jarayonini ovozli video monitoring qilish imkoniyatini bermoqda. Barcha platformalarda sun'iy intellektdan foydalanish ustida ishlar olib borilmoqda va dastlabki natijalarga erishilgan. Sun'iy intellekt bo'yicha ishlarni chuqurroq davom ettirish maqsadida prezident qarori bilan 30 milliard so'mlik sun'iy intellekt markazi tashkil etishi belgilangan. Universitetda sport va ijtimoiy ma'naviy hayotga ham alohida e'tibor qaratiladi. Universitet hayotida muntazamlik kasb etgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, huquqbuzarlikning oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan profilaktik uchrashuvlar natijasida talabalar o'rtasida jinoyat sodir etish holatlari sezilarli darajada kamaydi. Universitetda 250 dan ortiq to'garak va klublar, jumladan teatr, QVZ, orkestr, zakovat, munozara, mushoira kabi ijodiy jamoalar samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda universitet hududida 6 ta yopiq, 12 ta ochiq, 18 ta sport inshooti faoliyat yuritmoqda. 2025-yil boshida faqat bitta sport klubi mavjud bo'lgan bo'lsa, hozirda professional futbol, futzal va gandbol klublari tashkil etilgan holda ularning soni 4 taga yetdi. Universitet jamoalari turli liga va musobaqalarda munosib ishtirok etmoqda. Futbol jamoasi Pro ligada, futzal klubi 1-ligada, gandbol va voleybol jamoalari esa Oliy ligada qatnashmoqda. 2025-yilda talabalar ligasi musobaqalarida erkaklar o'rtasida gandbol va kurash bo'yicha oltin medallar qo'lga kiritilib, umumjamoa hisobida respublikada 2-o'rin egallandi. Shuningdek, Vazir kubogi musobaqasida 3 ta oltin medal bilan 1-o'rin qo'lga kiritildi. Yil davomida talabalar tomonidan jami 309 ta medal qo'lga kiritilib, g'oliblar munosib rag'batlantirildi. Shulardan 18 tasi xalqaro, 291 tasi respublika miqyosida erishilgan natijalar hisoblanadi. Hozirda universitetda sport sohasi bo'yicha 11 ta bakalavriat va 1 ta magistratura mutaxassisligida kadrlar tayyorlanmoqda. Ushbu yo'nalishlarda mamlakatimiz terma jamoalari a'zolari, jumladan Eldor Shomurodov, Aslbek Jumayev, Abdug'ofir Haydarov hamda ko'plab iqtidorli sportchilar tahsil olishmoqda. Sport mashg'ulotlarini yuqori saviyada tashkil etish maqsadida xorijiy mutaxassislar ham jalb etilmoqda. Bugungi kunda Termiz davlat universiteti nafaqat ta'lim, balki ma'naviyat, sport va yoshlar kamoloti borasida ham yuksak natijalarga erishayotgan nufuzli maskanga aylanmoqda. Bu avvalo prezidentimizning oqilona siyosati, yaratib bergan imkoniyati, hukumat vakillarining qo'llab-quvvatlashi, tashabbusi natijasida amalga oshirilmoqda. Qolaversa, universitet jamoasining fidokorona mehnati, talabalarning intilishi va yurt taraqqiyotiga bo'lgan cheksiz sadoqati tufaylidir.